Assalomu alaykum aka. Katta xolodilnik so'ragan edingiz. Keyin katta xolodilnik olib bering deb boshingizga achitib yubordilar. Shunaqasidan kelib qoldi, bitta bor. Qarang, xolodilnikimiz bo'yi 1.90 lik, eniga 85 sm. Media zavodga tegishli bo'ladi. Ranglari shunaqa stanloy rangda, 70s brendiniki. Qarang aka. Bu xolodilnikni shuni ochasiz uchun. Mana qarang. Bu muzlatish zonasi, morozilkasi deyiladi. Hop, mana bunisi mana xolodilnik qismi. Okey. Ichlarni qarang, qanaqa kattaligini. Tepasida bunaqa joylari, nuloviy zonalari ikkitalab. Eshikda cho'ntaklari, tuxum qo'yadigan joyi alohida yopiq qism bo'ladi. Stanloy rangli bu xolodilnikimiz 650 litr. Litriga ahamiyat bering, 650 litrli bu xolodilnik. Hop, narxini litriga qarab beramiz. 1 litrga $1 hisoblaymiz. Bu yo'q matematika, kommentariyada necha pul bo'lganini yozib ketinglar. Raqam qoldiraman, zakaz qilsanglar chiqartirib yuboramiz. Media zavodiniki stanloy rangli xolodilnikimizni $1 1 litrni bosamiz.